Hello YouTube arkadaşlar, ben Kakashi King. Bugün videomuzda biz yana FIFA oynuyoruz. Hello arkadaşlar, ben Creeper Boy. Bugün videomuzda Kakashi King uzun aytgandek yana FIFA oynuyoruz. Ulanıp Ondan sonra biliyorsunuz ketma-ket sizler için FIFA video çıkarıyoruz. obunachilar yangilik komanda birikdi ve nima xabarlarni bo'layotgan bitta nimani yozib qoldiringlar. Ikkita ishlaydi, bittasini aytib qo'ydim, bilmasam bizda ikkitasini topinglar komandadan. Bu bizga obunachilar prezentator. Akamdan ham aytgancha Kakashidan ham topinglar. Unda ham ikkita yangilik bor. Kommentariyaga unikini ham yozib qoldiringlar. U obunachilar. O'zlar ko'rdinglar podkastni. Voy, birinchi golga boshlayapti. Hozir uchinchini ham urib beraman, hali urmasinglar. Tuti ikkinchi golga ham boshlayapti. Yo, obunachilar. Voy, obunachilar shunaqa. Voy! Bu Donnarumma-da, lekin o'zini Buffon deb tutyapti usta. Uruni? Ustozmish. Ket. Bak. Vay. Bang! Obunachilar oldin ko'rganingiz istamagandi. Qo'ymayapti uçuşta. 118'da. O'zim nechta urib tashladim? 2 marta kalda durdim. Obunachilar Donnarumma chiqishgan. Bak bizumr degani hammasini to'sish kerak degan emasmi? Obunachilar. O'shada atigi bitta gol urning, ko'proq ur. Yo, obunachilar bu Buffon. Obunachilar davay 10 ta qilamiz, 10 ta qilaylik. Sharmanda bo'ldi. Onu ber obunachilar. Sharmanda bo'ldi. Şörümünde. Oş. Var, 2, 3, yazını var. Obunachilar, hozir yana bitta o'ynadik. Sizlarga ketma-ket FIFA chiqarib beryapmiz. Bizga Kakashiga 50 ta obunachi qilib beringlar, menga 100 ta qilib beringlar. Mana obunachilarim Kakashi King uzibga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Agar videolarimga, shortslarimga kirsanglar, bittasiga yozgan bo'lish kerak. Shu videodan topalasizlar. Shu videoda yozib qo'yadi. Men Kakashi King uzib 001 man deb yozib qo'yadi. Bilmadim. Ana o'yin. Obunachilarni bo'yini qoqib tashlayman. Robert Sanchez'in bilmaydi kuchliligini. Ket. Obunachilar. Ikkita odam yangilik. Agar unda gol urib qo'ysam, aytaman. Chunki bilib bo'lasizlar-da. Oldingi video o'yinda yo'q bo'lgan bu odam. Ikkita odam. Hozir Qanchalik o'ynayapsizmi? Obunachilar adashmay ikkita nima? Uchinchisi kim?
Yaxshi. Oy! Obunachilar. Ko'rdingmi? Сразу birinchida. Amal ikkinchi udarda уже. Obunachilar cho'ta yutqizadigan o'xshaymiz-da. Cho'ta emas, 100% yutqizadigan o'xshaysan. Ana hozir shans beryapmiz-da. O'xshamaysan, yutqizasan. Milliard foiz yutqizasan. Shans. Mana obunachilar sizlarni qiynam. O'zim aytaymi? Yangilikki. Yo'q. Ayt. Aytaman. Qaranglar. Mana bundan ko'rsataman. Birinchisi menimcha top bo'lgansizlar. Hozir. Aytmay qo'yaqa. Birinchisi Gol urdim. mana bu. Ikkinchisi mana bu. Uchinchisi mana bu. Offside bo'ldi. Otap seniki. Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Qancha zo'rmani? Shunaqa indriklar Zo'rsan, zo'r kasoy tepasan. indriklar oldim. Kasoyli bo'yicha zo'rsan. 112 indrikim bor meni. Nima 118 taman bor. Dalishga indikning shunaqa olib ketdi. Oy, bu nachila. Ko'rdinglarmi? Shunaqa bo'ladi ustidan kulishay. Sho'mayo. Obunachilar nechta bu? Mayli, hozir javobini ko'rasan. Ikkinchi taymga yorinaman. Ikkinchi taym. Boshlanasanchi? Obunachilar nima gol urib qo'ydi bu? Boshlandi. Yo'q. Ko'rib qolishdi. Bu obunachilar mana mendagi yangilik. Shu mendagi yangilik. Mbappe. Ko'tar turpan. Yomon chiqdim obunachilar. Hozircha yangi mehmon yaxshi o'ynayapti. Legendarniy o'ynayapti, hatto gol urib tashladim. Yaxshi. Yangi mehmon ololmadi. YouTube'da yaxshi. Yangi mehmon olib qo'ydi. Ularcha Murillo 111. Obunachilar. Men sizlarga 3 ta gol urdim obunachilar. Fatuhel. Ana, biz boshlab ketamiz. Bak. Yo'q. Hozir mana. O'pdim, Puskas. Bunachilar. Mana bitta ursa bo'ldi. Qani olsam o'tkazganing? Mana bitta ursa bo'ldi. Yana bitta ursa bo'ldi. Hozir comeback qildim nima? Comeback. Agar hozircha shu payt yutib keta olasanmi? Comeback qilgan bo'lasan. Bittasan shu 5 ta gol urdim. Hozir uju kengisini ham uraman hozir. Pirlo'nga. Yo, obunachilar. Yo, Kaltada gol urdik obunachilar, kalta. Kalta bu uzun emas.
Pedriga o'xshaydi. Hammasi zo'r ketayotgan bir paytda biz comeback qildik. Yugur Bappe, yugur. Yana bitta urib qo'y. Yana bitta urib qo'y Bappe. Bitta yana bitta uramiz. Bizga farqi yo'q, to'g'rimi? Sen o'zingdan ketamiz, to'g'ri hozir. Bitta xalat uramiz, ketdik. Bappe xafa qildi bizni. Rais, yangi odam. Gapirmayman. Yes! Obunachilar. Shortni kattaligini. Oldingizda ham yutqizganiga arashmasan. Sen doim yutqizasan. Lekin bunga gol вообще zo'r chiqdi. Xo'sh, obunachilar, hozir yana bitta vosita o'ynaymiz, shu bilan sizlar bilan xayrlashayotgan vaqt kelib qoladi. Oppa. Faqat obuna bo'lish kerak emas, like ham bosib qo'yinglar bo'lardi. Obuna bo'lsanglar undan ham zo'r. Obunachilar xullas obuna bo'lsanglar, obuna bo'lsanglar. Xullas obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Menga obuna bo'lganlar, Kakashiga ham, Kakashiga obuna bo'lganlar, menga ham obuna. Kakashiga obuna bo'lganlar Creeper Boy, ya'ni menga obuna bo'lsin. Menga obuna bo'lganlar Kakashiga obuna bo'lsin. Bizni to'p ko'rdinglarmi? Yo'q, ko'rishmadi. Obunachilar birinchi golni boshlab berdi. Birinchi marta-yu. Obunachilar. Yo'q, obunachilar ikkinchi golni boshlab berdi. Bas. Hozir 3-golni men uraman. 4-golni men uraman deganim. Nimaga? Ana 4-gol. Ikkinchi golku. 4-golku. Hammasini qo'shganda. Ana 5-gol. Hozir 6-goldan uramiz. Ana 6-gol. Bu safar ham yutamiz bratishka. O'zingdan ketma. 7-gol. 8-gol. 8. 9. Bunda. Bitti. 10. Ye. 10 nishon. 11. Yeah. 12. Voy. 12. Obunachilar. Hasan buzilyapti. 13. Voy. 13. Garbi. 13 gol urdim. 13-0. Obunachilar, har video tugadi. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Creeper Boy va Kakashi keyin o'zi bo'ldi. Wow. Xayr obunachilar, sizlar bilan Kakashi King bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Qani bo'lmasam ketur degan bo'lardim. Sizlar bilan Kakashi King va Creeper Boy bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.